Haqiqatdan ham sahrdan chiqib ketish mumkinligiga ishonchingiz oshdimi? Oshdimi? Aniqmi? Tindiqmi? Misol uchun hozir chiqib ketganmiz ash kasallar, polni. Kim? Yo'q, men insulin olib olyapman. Bildirmay yuraman. Olaman, bildir. Olaman, bildir. Hali ham chiqib ketamiz. Nega bunaqa savol tug'ildi? Bu savolga sabab bor-da. Demak, shubha turibdi ana ichingizda. Gumon turibdi. Qarangda. Yo'q, tasavvur qiling, o'ziga emas, menga ham ishomayapti. Bitta narsa aytay, qarangda. 5 soatlab gapirdik-ku. Yanada o'sha o'qimasligilar bir xilda, o'qimasligilar. Uqaman keyin yana bo'shliqqa tushib qolyapman-da. Battar bo'ling. Dars o'tganda bo'ldi yengaman deyman, keyin yana ichchadan keyin yana shu xayol kelaveradi-da menda. Nevroz ham bor-da. Vahima. Vahima bormi? Vahima bormi? Ay, yo'q. O'rtoqlar, nevroz aytdim-ku sizlarga. Hali ishtoniga boplamoqchi bo'lgan bolaga o'xshatdi. Tasavvur qiling, bitta bola ishtoniga boplashni rejalashtiryapti. Mana tek turibdi, boshlayapti. Qo'shiq aytasizmi, o'ngga tushirasizmi qiziqayapti. Ko'ziga tikib turib boplab ko'radi. Mana-da nevroz shu-da. Nevroz shu. Ha? Hayotda ishyoringiz nima? Hayotda ishyoringiz nima? Olg'aga intildim. Anaqa kuch beradi. Motivatsiya beradigan. Beradi, o'zingizga kuch beradi. Men shiorim gap bilan aytiladigan emas, qo'lda ko'rsatadigan. Shunday kuch olamiz. Mana boshqa qiz bunday qila olmaganligi uchun muammoni ko'taribdi-da. Men 20 kunda chiqib ketganman. Insulin olaman. 20-kuni tekshirilganda oshqozonimiz 100% ishlab chiqarib bergan. Endi meni bu rekord emas. O'zimda qatnashganlar bitta ayol kishi 17 kunda chiqib ketdi, oshqozonimizni tekshirildi. 4 yashar bola 3 kunda chiqib ketgan, birinchi tipdan. Birinchi natijamiz. Hozir dadamga 78 ta xatmi Qur'on bo'ldi bemorlar tomonidan. Birinchi xatmi Qur'onni o'sha 4 yashar bola qilib bergan. Misrda o'qib keldi u bola, tuzalgandan keyin. Bitta o'zi. Endi bir gap aytaymi? Bitta gap aytaymi? Qarang. Hamma sahrda ham sahrdan chiqarish iloji yo'q. Nega? O'ziga bog'liq. O'ziga mana. Hozirda sahrdan zo'r natija olganlar bor ichimizda, olayotganlar ham. Bormi? Mana sahrda. Zo'r natija olayotganlar bor. Mana. Men onkologiyamanda. Yana qaytalanganda. Sizga onkologiya ham bormi? Bitta savol beraman, ismingizni bering. Nega deyishganida mashinaga jo'natishdi. Mana-da bugun 8-kun eng qizig'i birinchi qilayotdi jigirpada. Birinchi marta shunaqa holat bo'lyapti. Ya turing, qarang. Hozir unaqa gaplar, hozir hammasi unaqa ko'nglini ko'taradiganga o'xshab tuyulaveradi bari. Tushunyapsizmi? Mana-da bu yaxshi eng qizini aytaymi? Natija bo'lsa ham natijasi ishonmaydi. Bu yerda xarakteri. Mana o'zi tasdiqlayapti. Birinchidan sizni jo'natishgan, kelmagansiz. Mana hali ham tasdiqlayapti. Bir hafta yalinib jo'natishgan. Bir hafta yarim jo'natishganmi? Meni nima aybim bor? Sud bilan Kanada o'laydi deb yurib kelganman-da. Xo'p, hozir nima o'zgarish bo'ldi kelganingizda? Tekturinglar. Jim. Ash boshida bitta-ikkita darsni yo'q yengaman men yengaman deyman. Eshitdinglar. Baham yana ichimdan. Yo'q, mana real nima o'zgarish bo'ldi? Ichki kelishdami, uyqudami, asabdami, bir bo'g'im og'rig'imi? Uyquda o'zgarish bo'ldi. Uxlay olmayapti. Haligi hayotda shunday insonlar bor-da, ular uxlaganda butun olam orom oladi deydi-ku. Hamma orom oladigan bo'lib qolibdi, siz uxlab. Ha? Yana bitta xarakter, nechinchi yilsiz? 92. Senlab olsam maylimi? Isming nima? Dilnoza, savol beraman-da. Arazchisan-a? O'tda arazchisan. Lekin arazlashing hali ham qo'yib olmagansan-a, to'g'ri? Yo'q, qo'yib yubordim. Yo'q, arazlash hali ham bor. Hozir ikkita qo'pol gap gapiraman, ko'tara olmaysan. Arazlaysan. 92-yilmisan? Ha. Bitta gap aytaman-da. Hop, 10 kunda, mana bugun 8 kun ichib bo'lsa, 8 kunda ichida onkologiyadan chiqishni to'liq o'rgatib bo'ldik. O'rgatib. Oktavasiga kirolmayapman. Yo'q, eshitib tur gapimni. Eshitib tur.
Harakat qilganing yo'q. Bitta gap aytaymi? Xohlasang o'l, xohlasang yasha. Hayot seniki. Menda achinish yo'q. Nimagaligini aytaymi? Mana shu kasallik kimdan? Allohdanmi? O'zimdan. Kim berdi? Uni ham o'zim Ve iymon keltirganmizmi? Hamma narsa Allohdan deb. Allohdan hamma narsa. O'zing qayerdan magazindan sotib oldingmi? mashinasi qilib, arazlab bo'lsa kerak deyman-da. Deyman-da. Hamma narsa Allohdan deb iymon keltirganmiz. Bugungi mana shu suhbat, mana shu davra ham Allohdanmi? Ha? Mana shu gaplarni eshitish ham Allohdanmi? Ha? Qara. Eshit, banisani tiqishtirma. Tiqishtirma. Tiqishtirma banisani. O'li ko'zini tayinib ko'ryapsan, osilib turishim. Ko'zini tayinib. Ko'ryaptimi ko'zini tagi? Osilib turibdi-ku. Pochkada shu. Asha immunitet past mana. Pochkada muammo bo'lsa immunitet past bo'ladi. Buqoq kelib chiqadi. O bel tolaydi. Uzoq chiqib tursa bel tolaydi. Bora? Xo'p, engashib ish qilsa beli tolaydi. Keyingisi vahima kelib chiqadi, nevroz. Endi bu yerda vahima bor-a? O'lib qolsangiz gapingizni qabul qilmaydi. O'sha uchun nevrozlarni olmanglar deyman men. O'li qabulxonada o'tirganlar, tilla. Nevrozlar. Olmanglar. Bu ko'rinishini ko'rib, bu yosh ekan eplab yuboradi desizlar-da. Nevroz dedimi? Vaqt olmanglar nevroz. Bir ting qiladi-da. Keyin bu mas'ullar bilan kelmaganda, agar o'z xohlab kelganda ham Ikkinchidan majbur tashlab ketishgan. tushunib tushunmay harakat qilyapti. Endi eshitib turinglar. Yoshi nechida? Dilnoz 34. 34 yil yashading. Mana shu jim o'tiringlar pas. 5 ta barmog'im yetadigan kitob sanab ber. Nechta kitob o'qigansan 34 yil ichida? Hech qancha emas, o'qimagansan. Nomini aytib berchi, 5 ta kitobni qayerda o'qiganingda, eng qiziq o'shlardan savol beraman hozir. Yaxshi o'qimagan. O'qimagan. Mana o'zini tutishidan bilyapsizlarmi buni saviyani? Tushunasizmi? Bolaligi qolib ketgan hali ham. Yosh boladaqa tutadi. Mana gapirayotganda, "Mondaqa qilyapman-da, mondaqa deyapman-da, yana boshliqqa tushib qolyapman-da." O'zi boshliqdasan-da sen. Kallangda yelvizay bo'lyapti. 34 yil umr ko'ribsan, bitta kitob o'qimagan bo'lsang. Saodat aslini o'shab ko'rmagan-dusan-a? Yo'q, erta kitob o'qigansan bittamda. Nomini aytchi, qaysi erta kitob o'qigansan? Yoshligimizda o'qiganmiz. Qarada, nomini ham aytilmagan kitobdan nima qolishi mumkin kallangda? 34 yil davomida bitta ham kitob o'qimagan odam. Endi mana shuni onkologiyadan chiqarish kerak, dorisiz, ukolsiz. Endi boshqa ish qilamiz senga, g'alcha. Ertaga tabiiy narsa yozib beraman. Giyoh. Hech yo'q, shularni joy qo'yib, ichib qo'yib, mana kutib o'tirasan, ular o'zi ishlaydi, xo'pmi? Kelishdiga, endi tabiiy narsa bilan chiqaramiz. Hech bo'lmasa aslida oxirigacha qilarsan. Endi senga savol beraman. Kasal bo'lganingdan beri qaysi lichenani oxirigacha qilding? Oxirigacha qaysi birini qilding? Ximiyadan tashqari. Ximiyani qayda oxirigacha qilasan? To'xtatding, olganing yo'q-ku. Bo'ldi, endi to'xtatamiz, olmaysiz degan yo'q-ku. Bormayapsan. To'g'rimi? Qaysi? Endi senga savol, bo'pti, lichenani qo'y. Qaysi ishni oxirigacha qilgansan hayotingda? Rosa o'ylab ko'rgin-da. Hech qaysi ishni. Menikini ham chala qilgani kelganda bu. Navbatdagi chala ishini boshlash uchun kelgan. Qizig'i bu qiz bilan birinchi marta suhbatlashyapmiz, individual holat, to'g'rimi? Men 8 kun davomida o'tirib gaplashganimiz yo'q. Xona xodiming kim? Taniydi u. Nilud oyligini kesaman da sen, tufayli. Ya haligi o'zi o'tgan darsda anaqa bo'lganman. Seni ertaroq aniqlab haydab yubormaganligi uchun oyligini kesaman. Tushunyapsan? Chunki sen yuqumlisan-da. Sen tuppa-tuzuk natija olayotgan odamni ham hafsalasini pir qiladigan illating bor-da. Eng qizig'i, sen bilan gaplashgan odam yuragi siqiladi. Hayotingni ko'z oldiga keltir. Lekin qoyil qolgan tarafim yolg'on gapirmasdan rostini aytyapsan. Kim bilan gaplashsang yuragi siqiladi. Bo'ldi qayl deydi. Noto'g'ri bo'lsa ayt. Yo'q, uni deyishmaydi. Buni g'alchaligingdan birov siqilmaganmi?
Demak, atrofingdagilar ham bir xil ekan-da sen bilan. Hammaga ham aytib olmayman-da. Yo'q, bu darding, kasalliging haqida gapirmayapman. Mana birortanisini rejalashtirish, bir narsa qilish bo'yicha ham gapirayotganda e'tirozing ko'p-da. Atrofdagilar. Senga aytmasdan qilishni boshlashadi. Necha yildan beri yig'laysan? 3 yildan beri yig'laysan. Nima foyda ko'rding yig'lab? Bilmayman. Uni ham bilmaysanmi nima olganingni? Mana hech bo'lmasa yig'lab 3 yildan beri foyda bo'ldimi, yo'qmi? Shuni ham ayta olmaysan. Foyda bo'lgan yo'q. Hozir bilmayman deding-ku, nimaga endi foyda bo'lmagan? Yo'q, hali so'rasa nimagadir yo'lanib ketadi-da. O'zi joyi ham yo'la olmayman. Bilaman. Yig'ing ham o'zingga o'xshab ilmilarda. Yo'q, to'xtamaydi, yo'q, portlab yig'lamaysan. Mana sekin, deb hali ezib yog'adigan yomg'ir bor. Ashnaqada sening yig'ing. Namnoza o'sha gap. Yengildim, taslim bo'ldim senga. Sen bilan ishlashdan voz kechaman. Ertaga ta'binasi yozib beraman, shularni jon-jo'q ichishini nazoratini qilib beraman. Mana shuning uchun kelganman, yengi deb. Ha? Siz yengildingizmi? Meni. O'zingdan mas'ul. Men yengildingizmi deyapsanmi? Yengildim, ha. Sen bilan ishlab baraka topaymi? Nima meni sehrgar deb o'ylading? Ko'rishganki, gaplashganki kasaldan hammasidan natija oladi deb o'yladim. Men ham oddiy odamman. Men mana shu gruppada qilib berdim-a bitta stolga. Ibrohim qo'limga osildi. Men tortishga urindim. O'zi sizlar aytdinglar, qancha ushlab tura olaman, shuna osilsam hech qancha dedilar. Keyin ikkinchi holat. Men oldimga chiqishga harakat qildim. Sal tortdim, oldimga chiqdi. Bu osilib olganda hozir bo'ynimga. Qo'limga osilib olganda. Men buni tepaga ko'tarishga urinyapman. Bu o'zida harakat yo'qdi. Bu og'irligini tashlab osilib turibdi. Tolitda qo'lim tashlab olaman-da bir kun. Undan shu qo'limni bermaganim yaxshi-da. Chunki 17 yil, 18 yildan beri bemorlar bilan ishlayotgan bo'lsam, senga o'xshagani ham ko'p deganda. Ertaga shuni yig'ishtirib qo'yganman. Chunki uringanman-da boshida. Achinganman-ki, shu bechoraga men harakat qilib ko'ray. Shu hamma shunga ursam. Men shu gapni gapirmay, men urinib ko'ray. Men o'zimni jigarimni gapirib berdim. Qanaqa bo'lmaganligini. O'xshab qolmaylar dedim. Xuddi o'zisan-da. 10 minut jinnilikni o'rganolmaydigan. Nima qilsan-da? Majbur jo'natishibdi bir hafta yarini. Aytayapti-ku, so'z bilan qanaqa davolaydi deb kelganman deb. Ikkinchi kuni sal o'zgardim deyapti. Lekin mana sal o'zgarganda men birinchi kuni qayta so'radim. Yana kimda gumon bor dedim. Ana shu gumonni qo'yib yuborgan yo'q, hali yong'oqni. Maymun tushundingizmi? Yong'oqni qo'yib yuborgan.